Navbatdagi mavzuyimiz asosiy vositalarni ijaraga berish hisobi. Obyektlar ijarasi joriy va uzoq muddatli bo'ladi. Joriy ijara ijaraga beruvchi o'z mulkini shartnoma asosida ma'lum muddatga foydalanishga ijaraga qaytarib berish sharti bilan bergan mulk tushuniladi. Ya'ni operativ ijarada olingan asosiy vosita foydalaniladi ma'lum muddat va oxirida ijara egasiga qaytarib beriladi. Ijara davrida mulk huquqi va majburiyatlar ijara beruvchiga qoladi. Ijarachiga esa faqat foydalanish huquqi o'tadi. Ijarachi ijaraga asosiy vosita oldi. Deylik 100 million so'mlik bino. Bunda 100 million so'mlik binoni ijaraga olganda ijarachining balansiga o'tmaydi. Shuning uchun balansdan tashqari shart 001 ni debitda aks ettiramiz. Excelda 4 talik bo'lib ko'rinyapti. 001 deb faraz qiling. Ijara haqi hisoblandi. Bunda hisob varaq faktura taqdim etganda ijara haqi hisoblanadi. 3 million so'm QQSsiz qiymati deylik. Buni ofis maqsadida oldik, ma'muriy xarajatlarga olib boramiz va ijara haqi hisoblandi. QQS 360 ming so'm 44.10 byudjetga oldindan to'langan bonaklar va 69.10 kreditda. Ijara haqi o'tkazildi 3 million 360 ming so'm. QQSni ham qo'shib to'lab berasiz. Ijara bo'yicha qarz kamayadi, pul mablag'lari kamayadi. Ma'lum muddatdan so'ng ijaraga olgan asosiy vositani qaytarib berganingizda 001 ni kreditlab qo'yasiz. Endi ijaraga beruvchi tomon qanday provodga beradi? 100 million so'mlik asosiy vositani ijaraga berganda asosiy vosita bino uning balansidan chiqib ketmaydi. Shuning uchun mana shunday provodga beriladi, ya'ni ijaraga berilganini bilish uchun. Ijara haqi hisoblandi. QQSsiz qiymat 3 million so'm, operativ ijara bo'yicha olinadigan to'lovlar hamda ijaradan daromad. QQS 48.20 buni ham ijaraga oluvchi tomon to'laydi va byudjet oldida qarz oshdi. Ijara haqi kelib tushdi. Pul mablag'lari ko'paydi va olinadigan operativ ijara bo'yicha qarzdorlik kamaydi. Mulk qaytarib olindi. 0120 ga 0121 deb provodga beriladi. Agar ijarachi ijara haqini bonak sifatida kelgusi davr uchun oldindan to'lab qo'ygan bo'lsa, bu summa xarajatlarga sekin-sekin o'tkaziladi. Ya'ni ijarachi oldindan 12 oy uchun pul to'ladi. 40 million 320 ming so'm. Bunda oldindan to'langan operativ ijara haqi hamda pul mablag'larining kamayishi yoziladi. Ijara haqi har oy xarajatga olindi. Endi har oy faktura olgandan so'ng QQSsiz qiymati bo'lsa 3 million so'm, QQS 360 ming so'm etib provodga berasiz. Ma'muriy xarajatlarga olgan edik. Shuning uchun ma'muriy xarajatlarga olib bordik. Ijaraga beruvchi tomon oldindan 12 oyga pul oldi. Bunda nima bo'ladi? 40 million 320 ming so'm pul mablag'lari ko'paydi va kechiktirilgan daromadlar shoti kreditlanadi. Ya'ni oldindan 12 oylik pulni olgani bilan hali u uning daromadi emas. Har oy faktura yopib berganda ijaraga keyin daromadga oladi. 3 million so'm 62.30 dan operativ ijara bo'yicha daromadlar shotiga o'tadi. 360 ming so'm esa kechiktirilgan daromadlardan to'lanishi lozim bo'lgan QQS summasiga o'tadi. Operativ ijara bo'yicha shu tartibda provodkalar tuziladi. Moliyaviy ijara yoki moliyaviy lizing kontraktda kelishilgan asosiy vositalarga egalik qilish ijara beruvchidan ijarachiga barcha tavakkalchilik va foyda o'tgani tushuniladi. Ya'ni moliyaviy ijara deganda kelishilgan summa evaziga siz uni olasiz, ma'lum bir davrga bo'lib to'lash evaziga asosiy vosita sizniki bo'lib qoladi. Huquqni ham siz olasiz. Lizing degani. Moliyaviy ijaraga asosiy vosita olindi. Ijaraga oluvchi qanday provodga beradi? Deylik 120 million so'mlik
asosiy vosita olindi. Bunda moliyaviy ijaraga olingan asosiy vositalar 0310 shotida yuritiladi va uzoq muddatga olinganligi sababli moliyaviy ijara bo'yicha to'lanadigan shot 7910 provodga tuziladi. Har yilning boshida uzoq muddatli ijara summasidan joriy to'lovlarni ajratish. Bu nima degani? Ya'ni siz 5 yil muddatga lizingga oldingiz 120 million so'mlik asosiy vositani, bunda grafik chiqarib beradi. Tana va foizlarni qanchadan to'lashligini, o'shanda tananing 1 yillik qismini alohida ajratib olamiz. Keling biz teng 5 ga bo'lib olib qo'yaveraylik. 24 million so'm ekan joriy qismi. Uzoq muddatli qarzdan joriy qismga olib o'tiladi. Ijara bo'yicha moliyaviy to'lovni ko'rsatish, ya'ni foizlarni alohida ko'rsatasiz. Misol uchun 28 million so'm foizlar hisoblangan. Bunda foizlar bo'yicha xarajatlar shoti va to'lanishi lozim bo'lgan foizlar. Endi to'lovlar o'tkazildi. 1 yillikni birdan yozamiz. 24 million so'm tanasi uchun o'tkazildi. Pul mablag'lari kamaydi va qarz kamaydi. 28 million so'm foiz uchun o'tkazildi. Pul mablag'lari kamaydi. Ijaraga olingan aktivga amortizatsiya hisoblash. Siz asosiy vositani olganingiz hamon uni foydalanishga topshirdingiz va unga eskirish hisoblab boraverasiz. Foydalilik muddati 5 yil bo'ladigan bo'lsa, biz 1 oyligini topish uchun 60 ga bo'lamiz. 1 yillik uchun 5 ga bo'lsak chiqadi. Bunga quyidagicha provodga beramiz. Ijaraga olingan asosiy vosita nima maqsadda ishlatilsa, ma'muriy ehtiyoj uchun bo'lsa 9420, ishlab chiqarish uchun bo'lsa 2010 shoti debitlanadi hamda lizingga olingan asosiy vositalarning eskirishi 0299 shotida yuritiladi. Lizingga beruvchi tomon 120 million so'mga chiqib ketayotgan asosiy vositasini berganligi uchun 9210 hamda moliyaviy ijara bo'yicha olinadigan to'lovlar 0920 shotini provodga beradi. Moliyaviy ijara bo'yicha olinadigan to'lovlarni joriy qismga o'tkazganda 24 million so'mga 0920 kamayadi, kreditlanadi va moliyaviy ijara bo'yicha olinadigan to'lovlarning joriy qismi 4810 shotiga o'tkaziladi. Hisoblangan foizni provodkasi esa 28 million so'mga olinishi lozim bo'lgan foizlar hamda moliyaviy ijaradan daromadlar shoti orqali ifodalanadi. To'lovlar o'tkazilganda 24 million so'm joriy qism kelib tushdi, pul mablag'lari ko'paydi va 28 million so'm foiz kelib tushdi, pul mablag'lari ko'paydi hamda olinishi lozim bo'lgan foizlarga provodga tuzamiz. Moliyaviy ijara bo'yicha shu tartibda provodga tuziladi.